Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 2-iyul haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Boboshbek bozorining manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Hozirgi vaqtlarda haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 4 da boshlanadi. 9 gacha bo'ladi bozor. Shu obed vaqtigacha tugaydi bozor. Shuning uchun bozorga vaqtliroq kelinglar. 4 soat, borsa 5 soat bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Xo'p. Pastellarning narxi 2 kishiliginiga 120 ming so'm ekan. Dona pachka narx bir xil. Bir kishiligi necha pul? Bir kishiligi 80. Bir kishiligi 80 ming so'm. Bularimiz bor 130 mingdan. Bulari 130 ming so'mdan ekan. Ha. O'sha 120 mingligi qaysi biri edi? 120 mingligi mana shularni olib qo'ysam, qolgan hammasi 120 ming Ha. ketaveradi. Mana bulari 120 ming so'mdan ekan. Rasvetkasini ham turi ko'p ekan. O'sha kichkinacha necha pul shuni olingchi? Mashlarni. Ha. Bular 65 ming namatrasli deydi. Tagi rezinkali bo'ladi. 65 ming so'm, ha? Ha. Bunisi ham bir xil narxi. Telefon nomeringiz nechi? 99lik 070 78 88 ga telefon qilinglar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Keyin dasturxonlari bor. Dasturxonlarimiz 15 ming so'mdan boshlanadi. Dasturxonlar 15 mingdan boshlanadi. Necha pulgacha edi? 200 minggacha. 200 ming so'mgacha bor ekan hozirgi vaqtda. Malishkanamiz 8 ming so'm. Yostiq jildlarida jupi 8 ming so'm ekan mana. Donasi 4 mingga to'g'ri keladi. Donasi 4 mingga to'g'ri keladi. Bu jupi deganda ikkita bo'ladi. Va detski pastellaringiz necha puldan? 80 ming. 80 ming so'mdan ekan. Keyin bu akamda haligi bansalarga oladigan nimalar ham bor. Arzona qangi bambuk ham deydi ekan. Mashinalardan bor, nimalarga. Bambu ishladan. O'sha bambuklaringiz necha pul? Eng arzon pastellar 15 mingdan 45 minggacha. 15 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. Nabori 45 ming. 2 kishilik nabori 45 ming so'm ekan. Telefon nomerlari aytildi, telefon qilaverasizlar.